Hozir sizga aytyapman. Men sizni dayus dedimmi? Men shunday aytgandim, shu temani olib chiqqanni daisli. Olib chiqqanni dedimmi? Shu temani olib chiqqanni dedimmi? Mana shu voqeada kim O'zbekiston hukumatiga ya'ni muammoni ko'tarib olib chiqib shu aybdor qilayotgan bo'lsa, o'sha yalang'och qo'lga tushgan odamni tarafini olayotgan bo'lsa, dayuslikdan nasibasi bor. Oppoq qilib ko'rsatayotgan odamlar fohishalik qilgan dedingiz. Kim aytdi fohishalik qildi deb? Shu yerda bir narsani aytayin. Ha, ayol kishini bunaqangi fahsh, zino, iflos ishlarni qilishligi axloqan yaxshi emas. Axloqan. Qayerda men zino haqi sizni zino qildi dedim. Kecha kuni zinoni tarafini olyapsan dayuslar deb aytdingiz-ku. Yo'q, o'sha fahsh ishlarni tarafini olyapsanlar dedim. Qayerda fahsh ishni ko'rdingiz? Kimni tayinligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz o'tda. Siz iminni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Bunaqangi fahsh, zino, iflos ishlarni qilishligi axloqan yaxshi emas. Axloqan. O'g'ling bo'lsa, o'g'rining ustidan hech kulmagin. Qizing bo'lsa, fohishani sira mazax qilmagin. Gado ko'rsang ko'chada urib, tepib o'tmagin. Soqovga savol berib, kulib javob kutmagin. Garangni karsan dema, jinniga tosh otmagin. Qaytar dunyo, qaytarmish bu gunohga botmagin. Yig'lab yurgan bechorani kimki kulsa ustidan, o'ziga ham qaytadi, o'g'il yoki qizidan. Yaxshilik qil, dildan qil, yo'l bermagin minnatga. Kibrli maqtanchoqlar kirmas ekan jannatga. Birovni kiyimiga qarab berma o'zingcha baho. Sharoit shundaydir, balki o'zi bebaho. Seni yaratgan Alloh, ularni ham xudosi. Yetti osmonga yetar mazlumlarning duosi.